Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, bugun 28-yanvar Mebel markaz D bo'lim 20-do'kondan sizlarga video obzorni qilib beramiz. Xudo xolasa bugun ko'rsatadigan shkaflarimiz hammasi sifatiga javob beramiz. O'zingizlar bir chekkadan ko'rsanglar bo'ladi. Tanishtiraman, 1.62 220 razmerlari, glubinasi 55 sm, kronkalar 100% PX, tomoni vishilka, oynaklari bor, tepada antresollari bor. Bu ishimizda ikki xil sveti bor, boshqa svetlardan tanlab bera olamiz. Ichlari bir xil bo'ladi. Xo'p, bu ishlarimiz 2 metr 2 ga bo'linadi. Bo'yi ham 2, eni ham 2. Bu tomoni muskoy, bu tomoni jenskiy. Uzun ko'ylaklar tushiradi. Bu yog'iga kitob qo'yib, detskiy xonaga qo'yib bersanglar ham bo'laveradi. Ishlarimiz juda akkuratniy holatda ishlangan. Xo'p, keyin bu yerda kattaroq ishlarimiz bor. 270 razmeri. Ikki tomoni vishilka, o'rtasi mana bu holatda polka bo'ladi. Bu yoqqa olib ko'rsataman. Seyflari bor. Eshiklari polniy vakuum, ruchkalari ham high-tech fasonda, ikkitadan oynali bo'ladi. Xo'p, bu ishimiz 3.800.000 so'm olib borib o'rnatib berish ichida. Glubinalari 55. Bu ishimiz narxini aytmayapman. Bu ishimiz 2.5 million so'm dastavkalari ichida. Bu ishimizda seriya sveti ham bor. Mos svetini ham ko'rsating, kashmir sveti ham bor. Ruchkalari ham gold. Har bir svetini alohida. Xo'p, bu ishlarimiz bu tomonida turibdi. Alohida ikkiga bo'lib qo'yganimiz uchun ko'p chiqmagan. Bunimiz MDF 1.62 225. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Sizlarda buni ham seyflari bor, eshiklari bor. Bunisi 1.62 2 metrligi. Bunisi 1.600.000 so'm. Bunisi 2 million so'm. Bunisi ham 1.600.000 so'mligi. Keyin mana 3 metr joyga tushadigan kattaroq ishlarimiz bor. Xo'p, bu ishlarimizni bitta-ikkidan ko'ramiz. Bu tomoni polniy polka. Eshiklari polniy vakuum. Bu yerda ham polka. Portmalari 3 tadan, bu tomoni polniy vishilka. Xo'p, bu ishlarimizda bu sveti ham bor, mokriy sveti. Ko'rsanglar bo'ladi, juda akkuratniy holatda ishlangan. Tepalari ham polniy двойной. Polniy ishimiz yevroda yig'ilgan. Sizlarga ko'rsatayotgan ishlarimiz hammasi. Xo'p, bu ishlarimizni 4.5 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida olib borib o'rnatib beramiz. Agar boshqa viloyatlarga oladigan bo'lsangiz, o'zimiz xohlasangiz upakovka holatda, xohlasangiz ruchkalarni yechilgan holatda chiroyli urinmaydigan qilib yuklab beramiz. Xo'p, bu aytilayotgan narxlar birinchi qo'l, xudo xolasa narxlari arzon. Boshqa do'konlarga qaraganda narxlari oxirgi holatda iloji boricha maslahatlashib telefon qila olasizlar. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqa olasizlar.